Sirdaryo viloyatida xususiy klinikalarda eng zo'rlaridan biri bo'lgan Erdem klinikasidagi statsionar davolanish xizmatlariga, shart-sharoitlariga nimalar kirishini hozir bitta sizga tanishtirib beramiz, ketdik. Statsionarda davolanadigan mijozlarimiz uchun lyuks hamda komfort xonalarimiz tayyor. Mana hozir sizga bittasini ko'rsatamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolajon, hormang. Yaxshi davolanyapsizmi? O'zingiz qandaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Erdem klinikasiga qayerdan keldingiz? Men Zomindan keldim. Zomindan Jizzax viloyati Zomin tumanidan keldim. Ha, Zomindan eshitib kelibsiz. Bu yoqqa oldin ham kelganmisiz yo birinchi marta? Har yili kelaman. Har yili kelib mana shu statsionarda davolanib ketasiz. Davolanib ketdim mana. Vrachlari haqida, ovqatlari, hamshiralar haqida biroz fikringiz. Hech gap bo'lishi mumkin emas. Hammasini muomalasi zo'r. Vrachim Lolapa Fozilovna. Mana qizlarimiz juda muomalalari zo'r. Ovqatlar har doim vaqtida keladi. Choyimiz, tozalikka umuman gap yo'q. Mana xolodilnigimiz bor, televizor bor, konditsioner, kiyim iladigan shkaflar, issiq suv, sovuq suv. Hamma narsamiz bisyor. Mana qizlarga ham muomalasiga gap yo'q. Malades qizlar. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, Erdem klinikamiz bu komfort xonamiz, bu 2 kishilikka joylashgan bo'lib, bu yerda 2 ta yotoq, bu yoqda esa shkaflari, o'zini xolodilniklari, konditsionerlar, televizorlari va sanuzillarigacha bor. Endi esa davom etamiz. Rahmat xolajon, charchamang. Do'stlar, bu lyuks xonam hisoblanadi. Xonaga kirishingiz bilan bu yerda o'tiradigan divan, dam oladigan, bu yerda obed, ujin, zavtrak qilishga yoki o'tirib ishlashingizga stol joylashgan. Bu yerda esa shkafimiz joylashgan, bu yerda xolodilnigimiz bor. Bu yerda sanuzil joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham toza va ozoda. Endi esa bu yerda yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. 2 kishilik yotoqxona o'zini tumbuchkalari, ya'ni shkafchiklari bilan. Bu yoqda oyna, bu yoqda televizor, bemalol sharoitlar juda ham zo'r, konditsionerlarigacha bor, hamma yoq joy-joyida. Bu lyuks palatamiz hisoblanadi. Assalomu alaykum xolajon. Erdem klinikamizga qayerdan keldingiz? Guliston tumani Chortoq Mahallasida. Erdem klinikamiz haqida fikringiz biroz bilmoqchimiz. Vrachlari, hamshiralari, ovqatlari hammasi yaxshi, alhamdulillah. Mana najot izlab keldik. Bugun 2-kun. Yaxshiman. Erdem klinikasi ma'qul keldimi sizga? Albatta. Ovqatlari ham joyida, issiqqina, choylari, qizlar mehribon, vrachlar undan ham yaxshi, shirin so'z. Rahmat xolajon, mijozimiz bo'lganingizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Erdem klinikamizga qayerdan keldingiz, doda? Men Zarbdor rayonidan kelganman. Jizzaxdan. Ha, yaxshi. Mana shu yerda. Klinikamiz haqida 2 oz fikringizni bilmoqchiman. Klinika mana shu hamma haligi dorilarni beryapti. Yeb ichishimizni o'zlari palatamizga olib kelib beryapti. Ovqatlari yaxshimikan? Ovqatlari yaxshi, mana shu bizbob, mana parhezbob ovqatlarda beryapti. Vrachlarchi? Vrachlar ham 2 mahal qovurib turadi. Ha, hamshiralar? Ha? Hamshiralar. Hamshiralar shu yerda. Nazoratdasiz. Ha, nazoratdamiz. Sizga ma'qul keldimi Erdem klinika? Ma'qulda yana bundan ortiq nima bo'lishi kerak? Rahmat, bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yaxshi dam oling, charchamang. Ko'rib turganingizdek, Erdem klinikasi mijozlar uchun hamma sharoitlarda yaratib qo'ygan. Qolaversa, bu yerda barcha turdagi apparatlar, barcha shifokorlar, oliy toifali malakali shifokorlarni ham Erdem klinikasidan topishingiz mumkin. Xuddi shu yerga kelib, bitta apparatga tushib, boshqasiga boshqa joyga borib tushib kel degan narsalar yo'q. Hammasi shu yerda mujassam. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Sirdaryo viloyati, Guliston shahri. Mo'ljalimiz 3-mavzedagi tibbiyot kollejining ro'parasida joylashgan Erdem klinikasi. To'liq ma'lumotni olish uchun, joy band qilish uchun esa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.